Qur'onda keltirilgan qissalardan ibrat olishlik maqsadida Qalam surasidagi solih kishi va uning 3 aka-ukalari o'rtasidagi qissani bugun sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Bu qissa Yamandagi Darvo nomli qishloqda bo'lib o'tgani aytilinadi. U yerda solih kishining bog'i uni go'yoki yerdagi jannat edi. U guldor, serhosil va daraxtlari pishib yetilgan mevalarga to'la bo'lgan. Uni yerlarida xurmo, uzum va turli xil mevalar bor edi. Bu bog' har bir qarichi odamning ko'zini quvontirar edi va qalbini xotirjam qilar edi. Bu solih kishi faqir va muhtojlarga hech qachon baxillik qilmas edi. Har yili hosil yetilganda ularni bog'iga kelishligini va ular o'z ulushlarini olishligini ulardan talab qilar edi. Lekin xo'jayin, bu juda ham ko'p. Bu Allohning sizga bergan rizqidir. O'g'illaringizga ham berishingiz mumkin. Agar ortiqcha bo'lsa, sotishingiz ham mumkin. Lekin Allohga qasamki, sizni haqqingizdan bir tigin ham kamaytirmayman. Qani, bora qoling. Bolalaringizga olib boring. Ular sizni kutishyapti. Ey o'g'lim, Xo'lab boshlig'im. bog'imizga kelgan mehmonlarni hammasidan yana bir bor takror so'rang. Ularga yana biror narsa kerakmi? Bir necha marta so'rab chiqdim. Ular hech narsa kerak emas deyishyapti. Meni aytganimni qil ey o'g'lim. Yana bir borib ulardan yaxshiroq suhbatlashib so'ra. Balkim biror narsaga hojati bordir. Xo'p bo'ladi boshliq. Sen faqir va muhtojlar bilan haddan tashqari ko'p shug'ullanyapsan do'stim. Xush kelibsan do'stim. Yaxshi yuribsanmi? Qani kel, o'tir bu yerga. Sog'ligingiz qalay? Alhamdulillah. Yaxshi. Lekin siz o'zingizni haddan tashqari charchatyapsiz do'stim. Ayniqsa hosil paytida. Nega o'g'illaringizga bu ishni topshirmaysiz? Va o'zingiz biroz dam olsangiz bo'lar edi. Yo'q. Men o'z ko'zim bilan har bir berilgan narsani ko'rmagunimcha va odamlar minnatdor bo'lib ko'zlari porlaganini ko'rmagunimcha menga bu narsa huzur bag'ishlaydi do'stim. Alloh seni yaxshiliklar bilan mukofotlasin ey do'stim. Odamlar seni yaxshilik bilan eslashadi va ular senga tinimsiz duo qilishmoqda. Subhanallohil azim. Bu Allohning menga bergan fazlidan boshqa narsasi emas. Nega kechikding? Bu qariyani kun bo'yi ishlaydi, hech charchamaydi. Bugun hosil yig'ish kuni bo'lgani uchun bog'da odamlar gavjum edi. Buni har yili qiladi. Bu yangilik emas. Unga yaqinlashish yoki unga ta'sir o'tkazish uchun biror imkoniyat topa oldingmi? Yo'q. Bu odam doim Allohni zikr qiladi, tasbih aytadi. Allohning himoyasida. Uni yo'ldan ozdirish yoki unga zarar yetkazish imkonsiz. Har doimgidek qo'rqoqsan. Bu qo'rqoqlik emas, balki bu odamni yaxshi bilmaysan. Men o'zim unga boraman va senga ko'rsataman. Qanday qilib o'zim yolg'iz holda unga ta'sir o'tkaza olishligimni. Ko'ramiz. Omad tilayman. Uxlab tursam yaxshi xabar eshitsam kerak. Qashshoq ketdimi?
u oxirgisi bo'lsin deb umid qilaman. O'tiring otajon. Alloh bog'ingizga barokat bersin. Subhanalloh. Alhamdulillah. Men dam olishga muhtoj emasman, o'g'lim. Alloh seni atrofindagilarni xursand qilish uchun sababchi qilsa, bundan yurakni quvontiradigan va ruhni yuksaltiradigan narsa bormi? Alhamdulillah. Subhanalloh. Siz bog'imizdagi hosilni har kimga tarqatishdan quvonasizmi? Bizni bog'imizni. Bog'imiz? Ey o'g'lim, ey mening katta farzandim, bu jannatning barcha fazli faqat Allohgagina tegishlidir. Bizni unda hech qanday hissamiz yo'q. Faqatgina Alloh bizni odamlarning ehtiyojini qondirish uchun vosita qildi xolos. Bu haqiqatni har doim yodingda saqla va doimo ko'z oldingda tut. Lekin siz juda ko'p beryapsiz. Qashshoqlarga haddan tashqari berib, o'zimizni chetda qoldiryapsiz. Senga biror narsa yetishmayaptimi? Ey kichik o'g'lim, Yo'q otajon. Alhamdulillah hamma narsam bor. Subhanalloh. Alhamdulillah. Eng yaxshisi Allohning cheksiz ne'matlariga shukr aytishdir. Ey ota, biz shunchalik katta bog'imiz bo'lsa ham nega boy bo'la olmayapmiz? Biz saroylar, otlar, chorva mollar va oltin kumush bilan to'ldirilgan xazina egalari bo'lishimiz kerak edi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Biz bog'imizni hosilini faqat o'zimizga olib, savdo sotiq bilan shug'ullansak va sotib yuborsak, juda katta boylik to'plashimiz mumkin. Bo'stonmi? Siz shu fikrdamisiz? Xuddi shunday. Sizlar ikkalilar hech narsani tushunmaysizlar. Sizlarga donolik yetishmaydi. Hali hayot sizlarga saboq beradi. Hali hayot sizlarga saboq beradi. Inshaalloh. To'xtang ota, biz siz bilan muhim masalada haqida gaplashmoqchimiz. Bo'ldi akalar. Otamizni ortiqcha charchatmaylik. Qo'ying, o'tiring. Sen sababchisan. Qachongacha bizni huquqlarimizni kambag'allarga berib, bizga xiyonat qilasan? Qaysi haq to'g'risida gapiryapsiz? Biz bog'imizni haqiqiy egasi emasmizmi? Axir biz bu bog'dan faqatgina o'z miqdorimizni olyapmiz, xolos. Qolgan hammasi kambag'allarga ketyapti. Bunday dema, ey uka. Agar otamiz buni eshitib qolsa, juda qattiq xafa bo'ladi. Bilasizlar, u hech qachon oilamiz va qo'shnilarimizni haqorat qilishiga yo'l qo'ymaydi. Sening aqlingda nima bor? Nimani o'ylaysan o'zi? Faqirlar, yaxshi insonlar, muhtojlar, bundan boshqa narsa yo'qmi sening g'amingda? Meni faqat Allohning roziligi va otamga itoat qilishgina tashvish soladi. Axir otam o'z mulkida erkin. Sendan hech qancha foyda yo'q. Bizdan uzoqroq yur. Ishimizga aralashma. Bundan boshlab sen bilan gaplashmaymiz. O'zingni yo'lingda yuraver. Alloh sizlarni to'g'ri yo'lga boshlasin. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohul azim. Subhanallohu va bihamdihi subhanallohul azim. Kim o eshik taqillatgan? Kim? Bu xazina. Endi boy bo'ldim. Hatto boylarni boyiga aylandim. Bu xazinani faqat o'zim uchun olaman, o'zim. Yana ko'proq bo'lishini xohlaysanmi? Kim gapiryapti? Do'sting. Menga yana ko'proq oltin topib bera olasanmi? Albatta. Faqat sen men bilan yurasan. Qayerga boray? Mana bu yerdan. Albatta yuraman. Mana bu yerda yurasan. Mana bu yerda. Yaqinlash menga. Men kelyapman. Lekin sen juda ham tez yuryapsan. Tezroq bo'l. Mana yetib keldik. Bu oltin eshikning orqasida
oltinlar bormi? Ha, bu seni boylikka keltuvchi yo'ling. Men ko'p kuta olmayman. Oy, qayerdaman? Qayerdaman? Xazina, xazina. Oltin, pul qani? Voy. Muhimi men xazinani ko'rdim. Qaytadan orzu qilaman.